Shu dazmolni ishlatayotganimizga 1 oy bo'ldi-yu, lekin shuncha kir borligi hayolimga ham kelmagandi. Birinchi bo'lib dazmolni to'kka tiqib yoqib qo'yamiz. Top-toza deb yurgan dazmollarni shunaqa qilib tozalab ko'ringlar-chi, qancha kir chiqarkan. Yarim qoshiq limonli kislota va yarim qoshiq bayvidan solib, qaynoq suv solib erib ketguncha aralashtirib olamiz. Esinglarda bo'lsin, qamochkalari qolmaguncha erib ketishi kerak. Dazmolni to'kdan olmaymiz, qizib turgan dazmolni suv quyadigan joyiga hammasini quyib yuboramiz va o'zini chiska qiladigan knopkasini 2-3 marta yaxshilab bosib yuboramiz. Yep-yangi dazmoldan qaranglar qanaqa kirlar chiqib kelyapti. Eshiklari shunaqa yopilib qolgan bo'ladi, lekin qo'rqmanglar. Farq beradigan knopkasini yaxshilab bossanglar, ichidagi hamma narsasini chiqarib berar ekan qizlar. Mana buni qaranglar, nimalar tiqilmagan deysizlar. Voy ko'rib shok bo'ldim, ishonasizlarmi? Ko'ynakdan ro'mollarni mayda toshlar bo'ladi-ku, o'sha toshlarigacha ham chiqarib berdi. Zanglar, shunaqa temirga o'xshagan narsalar ham chiqib keldi-da. Kir mashinani qanaqa chiska qilsak, dazmolni ham shunaqa har oyda bir marta chiska qilib turish kerak. Bo'lmasam oppoq ko'ynaklarni dazmol qilayotganinglarda shu par orqali chiqqan zang suvlari ko'ynakni dog'ib qo'yishi mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.